Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun ob-havomiz juda ham ajoyib bo'lyapti. Quyoshlarimiz juda ham chiroyli bo'lib chiqqan. Biz ishdamiz. Pazdarg'om Taxta bozorida akfalarimiz yasalmoqda. Mana. Bu reklamamiz aylanib turadi shamol bo'lganda. Har xil akfalardan yasaganmiz. Akfa alyumin, balkon profil, Alta Plus profilimiz, Alta Plus mexanizmlari bor. Двойной mexanizm bo'lgan. Bular balkon profildan 11 santimetrlik bo'lgan. Ruchkalarimiz ham qimmat bilan qo'yilgan. Oynasi 2 qavat. Ko'rinishiga bemalol baho berishingiz mumkin. Bundan tashqari 6 ta ramkasi bor. Alta Plusdan hammasiga двойной mexanizm qo'yilyapti. 100% mana hamma joyida metallari bor, samarez urib qo'yamiz. O'sha metalli bormi degan savollarga mana shu samarezlar javob bo'ladi. Samarez qo'yiladi hammasiga.